tinchlikdir. Erk qullikdir. Bilimsizlik kuchdir. İlk bor George Orwell tomonidan 1984 asarida tilga olingan yuqoridagi so'zlar bugun butun dunyoda mashhurdir. Asar 1949-yilda nashr etilgan bo'lishiga qaramay, haligacha o'quvchilar orasida katta qiziqish bilan mutolaa qilib kelinmoqda. George Orwellning ushbu asari Newsweek jurnali tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 100 asar reytingida 2-chi. BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng zo'r 200 kitob reytingida 8-o'rinni egallagan. Asar voqelikning barcha jabhalarini, xususan odamlar ongini nazorat qiluvchi totalitar rejim haqida hikoya qiladi. 20-asrning eng mashhur xayol-xayoliy romanlaridan biri ingliz yozuvchisi George Orwellning 1984 romani 1948-yilda yozilgan va molxonada fosh etilgan sotilgan inqilob mavzusini davom ettiradi. Orwellning fikricha, ommaviy erksizlikdan ko'ra mudhishroq narsa yo'q va bo'lmaydi ham. Totalitarizm insonda davomiy qo'rquv, sukut va o'limdan birini tanlash imkonini qoldirib, uni barcha ruhiy ehtiyojlardan, fikrlardan, tuyg'ular va aqldan mosuvo qiladi. Katta og'a senga 2 kara 2 5 dedimi? Tamom. U chindan ham 5. Erkinlik 2 kara 2 4 ekanligini ayta olishingdir. Britaniyalik yozuvchi George Orwellning anti-utopik yo'nalishda yozilgan 1984 romani dunyoning eng mashhur asarlari ro'yxatiga kiritilgan. Unda tasvirlangan inson, ya'ni ingliz sotsializm jamiyatida bir necha vazirlik faoliyat yuritadi. Haqiqat vazirligi, muhabbat vazirligi va farovonlik vazirligi. Haqiqat vazirligida haqiqatdan boshqa hamma narsa bor. Farovonlik vazirligi istalgan narsaga xizmat qilishi mumkin, faqat farovonlikka emas. Muhabbat vazirligining vazifasi esa muhabbatni tak tomiri bilan yo'qotish. Shunga qaramay, ummoniyada faqatgina katta og'aga nisbatan muhabbat bo'lishi mumkin. Katta og'aga itoat qilish bari ular uchun. Katta og'a sizni kuzatmoqda. Fikrlayapman, demak mavjudman. Rene Descartes. Hatto fikrlaringiz o'zingizga qarshi ishlaydigan jamiyatda yashashni bir tasavvur qilingan. Insonni fikrlashdan mahrum qilish mumkinmi? Bu qay tarzda amalga oshiriladi? Allohning yerdagi xalifasi bo'lmish insonni tafakkur va ong qudratidan mahrum qiluvchi tuzum qanday kuch? Hokimiyat anatomiyasi qanday ko'rinishda? Siz bu savollarga javob topmoqchimisiz? Unda George Orwellning 1984 romanini o'qing. Asli ismi Eric Blair bo'lgan butun dunyoga George Orwell nomi bilan tanilgan ijodkor o'z asarlarida kommunistik rejim, totalitarizmni keskin fosh qilgan. Anti-utopistik ruhdagi 1984 romanida totalitar sharoitda inson ulkan mashinaning kichik bir vinchasi ekani ko'rsatiladi. Bu yerda insonning fikrlar politsiyasi nazorat qiladi. Ishoning, chin ma'noda miyangizni portlatuvchi asar. Asar Asahi Uz internet do'konining Asahi Books loyihasi doirasida jurnalist, yozuvchi va tarjimon Karim Bahriyev tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Kitobni estetik zavq va katta qiziqish bilan o'qigan inson sifatida ayta olamizki, kafolat beramiz. O'zbek tilida hali bunaqasini o'qimagansiz. Molxonadan tashqari albatta. George Orwell 1984 romani jahon adabiyotining eng mashhur asarlaridan biri endi o'zbek tilida.